Assalomu alaykum hormatli charchamayapsizlarmi? Bugun mana quyonlarimiz bizlarga endi hali inimiz bitmadi yashikda. Hop unga vitamin beramiz. Shunaqa vitamin 1 grammdan bo'ladi 1 litrga. Qo'shib olamiz. Biz oxiri qo'ygan. Oxiri sovuramiz. İchiga soldik. Endi bitta quyonlarimizga berib chiqamiz. Hop. Bularga yemini berishni boshlaymiz. Suv idishiga suvni solamiz. Bu dorili suv. Endi sharoit hozircha shunda boqib turibmiz. Shuni o'zidan ko'payishyapti. Mana shunchadan yem 2 mahal beraman men. 2 mahal yem yeydi mana. 2 mahal yem yeydi. Qalay qo'y. Hop, keyingi quyonimiz. Bu ham ona quyon. Yotibdi. Bunga suv idishida suv beramiz. Dorili suv. Dur. O'zi vaqtida yemini ham berish kerak, yemini ham beramiz. Yemini ham berdik. Bu quyonimiz ham yaqinda tug'di. 3 ta tug'gan. 3 ta don tug'di. Bittasini birinchi tug'ishi qaromadi. Keyin o'xshamadi bu quyonimiz. Keyin narigi quyonim 7 ta tug'di, 2 ta bolasini olib qo'ydim. Hozir 9 ta bola katta quvvatda. 9 ta bola katta quvvatda quyonimiz. Bu quyonimiz 9 ta bolasini bunda 3 ta dona tug'di, birinchi tug'ish shekilli qaromadi. Patini ham yulmadi. Yungini ham yulmadi, hech nima qilmadi. Kesam tug'ib qo'ygan ekan. Bittasi o'lib qolgan, ikkitasi hali tirik ekan. Narigisiga olib qo'yib qo'ydim. Nima qilamiz? Hayot shu. Keyingilariga xudo xolisa o'pita osh qolar. Hozir endi bola qaramayapti bu. Necha kunda endi qo'ygan bo'larkan bunga? Necha kunda? Hop, keyingisi bu ishkal erkak quyonimiz. Toza ishkalchi. Ishkal ini bu. Yashularni kemirib chiqib ketadi. Keyingisi bu ham ona quyonimiz. Buni hali qo'ymadik erkagiga. Joyimiz hali tayyor bo'lmagani uchun paka shu yerda boqib turibmiz. Endi boshqa ilojimiz ham yo'q. Shu yerda boqib turamiz. Endi nima deysizlar? Boshqa ilojimiz yo'q-da. Hop, bunga suvni beramiz. Erkagiga kuylab turibdi, tayyor, sog'lom, semizgina, katta narsa. Endi joyimiz tayyor bo'lishiga qarab qo'yamiz. Hop, mana bu sizlarga natija. Bu ona quyonimiz 7 tuqqan. Keyin ikkita bolasi bunga qo'shganmiz, 9 ta bolani katta quvvatda. Sog'lom, yirik katta narsa. Har kuni mana shu idishda mana shu 150-200 gramm chiqsa 2 marta qo'yaman.
ertalab kech payti. Hozir buni ustini yopib, bollarni ko'rsataman. Tadam, bismillah. Ana bollari. Mashalloh, mashalloh. Ana mashalloh, mashalloh deb qo'yamiz. 9 ta bola. Bular ham bir-biriga tiqiladi. Mayli. Inimiz tayyor bo'lsa, shu yerda birinchi katta qilib olamiz degan niyatdaman. Ko'ramiz, nasib qilgani. Ham bir qiziqishda, hobbiga. To'g'ri, sharoit bilan zo'r qilib bo'lmayotgandirmiz, lekin Xudo shukr yomon emas. Buni ko'rib onam ko'zi quvonadi. Rahmat, sog' bo'linglar, podpiska, like bosib qo'yishi, kanalimizga a'zo bo'lishni unutmanglar. Like bilan kutib qolaman. Kommentariyada ham o'zingizning fikringizni yozib qoldiringlar.